hammaga demak Angliya bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Angliyaga borishdan demak qanday siz manfaat olasiz? Eng birinchisi bu kuchli networking, butun O'zbekiston bo'ylab kuchli tadbirkorlar bilan tanishish, xaridor topish, mahsulotingiz yoki xizmatingizga yoki hamkor topish imkoniyati. Bu har doim juda zo'r ish beradi, boshimizdan o'tgan. Ikkinchisi bu ilm olish, darslar ingliz tilida bo'lgani bilan uni tarjima qilib turiladi. Bir vaqtni o'zida tushunishingiz qiyin emas. Uchinchisi Angliyaning demak London, Cambridge, Oxford demak shaharlarga sayohat qilish. Bilasiz, Cambridge va Oxford bu dunyodagi eng mashhur universitetlardan hisoblanadi, top o'sha ustalikka kiruvchi universitet. Albatta, u yerdan olgan ilmlaringiz sizni sarflagan xarajatingizni 10-100 barobar demak, yana ko'proq foyda olishingizga hissa qo'shishi demak bizning tajribamizdan o'tgan. Shuning